Uzdil HTML dersligi 36 qism. HTML5'deki film. Növbətdəki torda film qoyuş asasən qısturma orqali amalga oshirilgan. HTML5 yangidan video elementini ta'minlash orqali film qo'yishni bir taraf qildi. Növbətdəki film elementi 3 xil asosiy film mavjudini qo'llaydi. Ular OGG, Sora film kodlash va Vorbis ovoz kodlashni tarkib topgan film mavjudi hisoblanadi. Anki MPG4 mavjudi. H264 film kodlash va AAC ovoz kodlashni tarkib topgan. Ondan keyin WebM film mavjudi, VP6 film kodlash va Vorbis ovoz kodlashdan tarkib topgan. Internet Explorer 8 da video elementini qo'llamaydigan bo'lib, iOS 9 dan boshlab MPG ni qo'llaydigan video elementi barliq kelgan. Bu video xatkeşniki bir qism xarakterlari, buni qaraydigan bo'lsak, masalan, avtomatik qo'yish, uningki boshqarish, masalan, qo'yish, to'xtatish kontrollarini chiqarish, qo'yg'ichning egizligi, undan keyin takror qo'yishni belgilash, qatorliq xil xat kuchlari bor. Undan keyin bu 3 xil film formatiniki har qaysi tor ko'rgichdagi qo'llash qo'llamaslikni misol qaraydigan bo'lsak, masalan, AI'da OGG ni qo'llamaydi, MPG4 ni qo'llaydi, 9.0 nashrdan boshlab, WebM ni qo'llamaydi. Firefox'da bo'lsa, 3.5 nashrdan boshlab OGG ni qo'llaydi, 4.0 nashrdan boshlab WebM ni qo'llaydi, MPG4 dan boshlab MPG4 ni bo'lsa qo'llamaydi. Demak, bu yerda Chrome tor ko'rgichning 5.0 nashrda OGG bilan MPG4 ni 6.0 nashrdan boshlab WebM shu barliq 3 xil formatning hammasini qo'llaydi demakchi. Aka bir amaliy misol ko'radigan bo'lsak, bu bizniki Chrome eng yangi nashrdagi Chrome tor ko'rgichisi. Buningda shu film mavjudni maqolada chiqargan. Buningki kodi qaraydigan bo'lsak, asli kodi qaraydigan bo'lsak, buni code night az. Bu yerda masalan bu yerda qo'yg'ichninki kenglik, egizligi, anadagi kontrollari ko'rinsin deb xarakter qiymatlar berilgan. Ondan keyin bu asli manba degan qismiga bu movie OGG, movie MP4 deb bu tor ko'rgichda jiqroq qo'llash uchun ikki vujudni asosan bergan, birisini olmasak ham bo'ladi. Agar ko'ringan ahvol ostida sizning tor ko'rgichingiz bu video vujudni qo'llamaydi degan uchun ko'rsatib berdim. Kod qaraydigan bo'lsak, bu code night az. Faqat shu adresni ko'rsatadigan. Lekin buningki unumini ko'radigan bo'lsak, mana holatda bu qo'yg'ich chiqdi. Basqandan keyin bu film qo'yildi. Buning yana bu film o'tkazadigan, qo'yadigan, to'xtatadigan, ovozni kontrol qiladigan. Andan keyin ekranda cho'ng ko'rsatadigan ham buningki chekinadigan iqtidorlari to'liq.